Qizlar qaranglar, hozir nalichida bor do'ppalarimizdan ozginasi qolgan, shularni chegirma narxda berib yuboramiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa 3D gul bilan ishlangan. Hozir kunda 3D gullar modada. Shokilalari ham juda ham chiroyli. Mana shu do'ppimizni 250 ming so'mga berib yuboramiz. Hammasi ruchnoy работа. Mana bunaqa 250 minglik do'ppalarimizni 150 mingdan berib yuboramiz. Bu ham juda ham chiroyli. Ranglari oq, toshlari original toshlardan foydalanilgan. Bu do'ppimizni ham 150 mingga berib yuboramiz. Mana bunaqa biserli do'ppimiz bor. Bu do'ppimiz shokilasi yo'q. Bilasizlar 500 mingdan sotganmiz. Atigi 100 mingga berib yuboramiz. Faqat shokilasi yo'q. Keyin bunaqa abadoglarimiz bor. Qarang, narxlari 35 ming. O'rtada kichkinalari 15 mingdan, ichikkasidagi 30 ming. Juda ham arzon narxda bu do'ppalarimizni, abadoglarimizni berib yuboramiz. Keyingi storiesda nalichida bor fattalarni ham qo'yaman. Ularni ham arzon narxda berib yuboramiz. Bular umuman kiyilmagan, yangi, faqat bitta-bitta yasalganda qolgan do'ppalar. Kimga mos kelsa, arzon narxda berib yuboramiz. Yozsanglar bo'ladi, direktdan skrinshot qilib, birdan-birdan chiqarib beramiz. Kutib o'tirmaysizlar bular tayyor bo'lishini. Hozir shularni birdan-birdan chiqarib beramiz.